Assalomu alaykum hammaga. Ko'p bizda bugun boshqacha atmosfera. Bizda xudo xohlasa bugun birinchi tur. Hop, Qoratoshga qarshi harakat. Hop, harakat jamoasi bilasizlar, Premier Liga turnirida yaxshi o'yin o'tkazib borishadi. Hop, bizning jamoa bir mavsum bo'ldi o'ynayotganiga va biza bugun birinchi turimizni o'tkazamiz. Hop, men bugun sizlarga sostavlarni tushuntirib o'tib ketay va keyin bizda yaxshi yangiliklar borligini yana birma-bir tushuntirib o'tib ketaman. Hop, bizda Ozchi xavfli vaziyat edi. Harakat jamoasiga o'tdi. Hozir juda ham yaxshi harakat. Ro'zqulov Javohirdan. Hop, bizda sostav birinchi raqam Vartardan boshlaymiz har doimgidek. Shonazarov, Shohjahon. Qoratosh jamoasida 2 yildan ortiq o'sha o'ynab keladi. Ancha-muncha tajribasi bor. Hop, bizda bugun yangi o'yinchi bor. Uni ham tanishtirib ketamiz. Hop, bizda hozir xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Shonazarov yaxshi harakat qildi. Shaha deb chaqiramiz o'zimiz tilda. Shaha просто ideal. Hop, bizda hozir noto'g'ri pas. Hop, sizlarga tanishtirib o'tkazishim kerak bo'lgan sostavni tushuntirib o'tay. Hop, bizda shu Shaha va chapqiray qanot zashligimiz Karimjon Shohruh bilasizlar. Bugun 4-o'yinini o'tkazib boryapti. Yaxshi o'yin o'tkazyapti. 3 ta o'yinda 3 ta gol urgan. Hop, va o'ng qanotda bugun bizda Pasenda Zashni o'ynagan o'yinchimiz Ro'zqulov Javohir, просто bomba. Va mana Ro'zqulov Javohir o'zi yaxshi qaytarib berdi. Yana Patkat, yaxshi hozircha. Hop, Ro'zqulov Javohir bugun Qoratosh Ro'zqulov Javohir просто hozir qo'ymayapti, yeb tashyapti, debut o'ynadi. O'zbekistonga Husanov deydimi? Shunaqa. Hop, bizda bugun Ro'zqulov Javohir birinchi o'yinini o'tkazib boryapti. Eslatib o'taylik. Hop, Qoratosh jamoasiga qanday qo'shilganini hozir tushuntirib beramiz. Bizga video murojaat bilan chiqilgan. Ya'ni o'yinlarni videoni tashlaganda biz ko'rdik, yaxshi o'yin o'ynagan va hozir mana ko'rib turibsiz. Hop, hozir Temurovda to'p, Temurov yaxshi pas, degan out. Hop, Ro'zqulov Javohir shunaqasi Qoratosh jamoasida shu o'zini video o'yinlarini jo'natib, biz prezidentga, ya'ni Temurov Islomga ko'rsatgan yaxshi o'ynayotgan komandaga va bugun mana shu jamoada debyutini o'tkazyapti. 3 raqam ostida o'ynayapti. Hozir Jamoliddinov formasida va yaqin orada Ro'zqulov Javohirga forma chiqariladi. Bu nomerlarni ham xudo xolisa qo'yib boramiz. Bobonazarov qanaqa chiroyli fint qilib ketdi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Hamidov, Sodiqxo'jayev, Laziz kimga? Temurovga edi bu. Aslida Bobonazarov tiqilib qoldi. Hop, harakatda to'p bo'lib ketdi birdaniga. Hozircha yana Sodiqxo'jayev, Laziz pas edi, tushunishmadi bir-birini. Hop, aytib o'tib ketishimiz kerak, shu Ro'zqulov Javohirga xudo xolisa komanda nomidan 6-raqam yoki 12-raqam beriladi deb eshitgandik. Bu narsa planda bor va bizda hozir sostav 2 ta zashni qo'ydik, ko'rdinglar. Va 2 ta sentralni Laziz bilan Temurov Islom. Sodiqxo'jayev Laziz oldingi mavsumning eng yaxshi o'yinchilaridan bo'lib keldi. 13 ta gol, 13 ta assist, просто vash ideal bu. Ko'rsatishdan bilsangiz bo'ladi. Va Temurov Islom haqida aytadigan bo'lsak, Temurov Islom va nihoyat menisk operatsiyasidan operatsiya qildirib oyog'ini va oxiri qildirdi. 2 yil o'ynab yurgan menisk operatsiyasi bilan, menisk jarohati bilan va oxiri foydasi bo'lmagandan keyin oxiri operatsiya qildirib, mana bugun 10 oydan keyin comeback qilyapti. Va hozir Temurov Islom vaqtinchaga tushib turibdi. Ro'zmatov Asadbekka o'rniga. Sababi Asadbek sal ishdan tushdan qo'ygan. Va bizda ko'rib turibsiz, Temur Islom ham hali javonlar yomon o'ynayotganda, mana bu Temur Islom o'zi kaptan olib qo'ydi. Va Bobonazarovga to'p, Karimjonov oyoqqa bu. Hop, Temur Islom shunaqa hozir jarohatdan keyingi birinchi o'yinini o'tkazib boryapti va hali bir formaga tiklangani yo'q, tuzuvligicha. No, xudo xolisa harakatda ko'rasizlar, yana 1-2 oylardan keyin o'sha asosiy tarkiblarni egallashi yo'lini rejalashtirib turibdi va bizda katta yangiliklar bor va hozir nima bo'ldi? Bizda shtrafnoy bo'lgan ekan. Shahaga nisbatan. Va shunaqa hozir bizda Temur Islomning tez orada jamoaga qaytishi bu jamoa uchun katta plus bo'lishi aniq. Va bizda qolgan 2 ta hujumchilarni tanishib o'taylik. Va
bitta bizda Padnabezeniya bor. Hop, bizda hozir xavf vaziyat bo'lishi mumkin. Hop, bizda bugun Hamidov bilan Bobonazarov chap kiray hujumda Hamidov o'ynayapti. O'ng kirayda Bobonazarov. Aslida hozir almashib olishdi joyini. O'ng kirayga Hamidov o'tdi, chap kirayga Bobonazarov o'tib oldi. Va bizda hujumchimiz toza 9lik Muhudzinov Sirojiddin Qortosh jamoasida 1 yildan buyon o'ynab kelyapti. Eski o'yinchilarimizdan bo'lib keladi. Yaxshi o'yin ko'rsatib boryapti. Bo't mana ko'rishingiz mumkin, Temirov hozir zamin bo'ldi. Asad keldi. Va Temirov oxirida tushishi mumkin. Shu bilan kunasiz operatsiya bo'lgandan oyoq bilan o'ynash bo'lmaydi, hali to'liq tuzalmagan. Va bizda shunaqa osicha momentlar bo'lib turibdi. Xo'p, bizda hujumchilar Muhudzinov va zaminda bizda Akramov Muhiddin mediani eng yaxshi face o'yinchisi. Akramov ham hozir yaxshi mavsum o'tkazdi. Uning mavsumda 8 ta gol urdi, 4 ta assist qildi va o'sha gollar seriyasida, общий gol assist seriyasida 3-o'rinni oldi. Hozir Shohrux hujumdan qaytgan to'pni o'zi olib keta olsa edi, afsuska o'xshamadi. Akramov ham yaxshi o'yin o'tkazib boryapti. Hozir bizda Rusqulov juda ham yaxshi o'yin o'tkazib boryapti. Ko'ryapsiz. Ketma-ket to'p egasi hammasini chiqarishga harakat qilyapti. Xo'p, bizda hozir shunaqa Akramov bor zaminda va Jamoliddinov Odil. Jamoamizning eng yosh o'yinchisi 3-raqamda o'ynab boradi. Qortoshchi kelajak o'yinchisi desa ham bo'ladi. Chunki juda ham ishonch bor o'yinchimizga. Va shaxsan Temur Islom o'zi juda ham yaxshi biladi u o'yinchimizni. Komanda prezidenti Temur Islom degan bilasiz va Jamoliddinov Odil bilan iloj bor ishlab bo'lyapti. Xo'p, xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Karimjonov chiqarib yubordi. Hamidovda yaxshi texnika bor. Vot Hamidovdan oyoqdan chiqib ketib qoldi. Xo'p, sentralni hozir Karimjon xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Yaxshi. Va shunaqa Jamoliddinov Odil hozir oxirgi paytlarda jamoaning eng yaxshi qanot o'yinchisi bo'lib kelish imkoniyati mavjud va katta deb o'ylaymiz, chunki bizda o'sha jamoada juda ham katta o'zgarishlar bo'lishi aniq va Odilga juda ham katta ishonchlar bildirilgan. Va bizda xavfli hujum bo'lishi mumkin harakat jamoasidan. Hamidov yaxshi texnikasi bor, bilasizlar, u mana Hamidov yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Jamoa kapitani Hamidov, Zamax, pas, xavfli vaziyat bu Nazarovdan, prosta ajoyib. Mana bizda bugun o'sha ikkinchi xavfli vaziyatimiz bo'lyapti, ko'ryapsiz. Juda ham yaxshi o'ynab boryapti Qoratosh. Hop. Karimjonov hozir to'p chiqarib. Hop, o'sha Hamidov haqida sal to'xtalib o'tsak, Hamidov Qoratoshchi jamoa kapitani hisoblanadi. Ya'ni Temurovdan keyingi komandani ikkinchi bosh direktori desa ham bo'ladi. Ya'ni menejer. Va yaxshi o'ynab boryapti Hamidov ham. Oldingi mavsumda prosta yorib yubordi o'yinni. Va hozircha xavfli vaziyat bo'lishi mumkin Bobonazarovdan. Hamidovda to'p. Hamidov Laziz yaxshi pas va Bobonazarov urgani yo'q. Shunaqa Hamidov hozir yaxshi o'yin boryapti va bizda shunaqa yo'qotishlar bo'ldi va Hamidov ham zashda o'ynab berdi, ham hujumga o'ynab berdi. Hozir komandaning yarim bo'lib qo'ygan desak ham bo'ladi. Va bizda mana bu Sodiqxo'jayev Laziz sentralni o'ynayapti. Oxirgi paytda qanot o'yinchisi edi. Sababi bizda hujumchilarga hozir nomzodlar ko'p va sentralning nomzod kamligi uchun Sodiqxo'jayev Lazizni o'rtaga qo'ydik. Hop, hozircha harakat jamoasidan xavfli hujum bo'lishi mumkin. Harakat jamoasi xavfli hujum bo'lmadi va Sodiqxo'jayev to'pni chiqarib oldi. Shahi, hop. Shahi haqida ham to'xtalib o'taylik. Shahi oldingi mavsumda juda ham yaxshi o'yin o'tkazdi. Va faqat xarakteri borligi tufayli baribir sadoqmandan tura olmasdi. Rusqulov yaxshi to'p chiqarib yubordi. Ko'rib turibsiz, Qortosh jamoasi ketma-ket hujumlar qilyapti va mana bizlar O'zmatov tushgani ham endi ko'rib boramiz.
eslatib o'taylik. Ro'zmatov haqida ham to'xtalib o'tsak, Ro'zmatov Asadbek Qortosh jamoasida oxirgi 2 oy ichida 2 oylik o'yinchimiz. 2 oy ichida eng qizig'i 2 oylik eng yaxshi o'yinchi bo'lib bordi. O'ylab ko'ring, 1 oylik eng yaxshi o'yinchi Ro'zmatov Asadbek 2 marta o'layapti. Prosta asha ajoyib. Anaqa desa ham bo'ladimi? Natija desa ham bo'ladi. Hozir harakat jamoasi xarakter bildirib qo'ydi. Xo'p, Sodiqxo'jayev Hamidov. Xo'p, Hamidov. Yaxshi, Karimjonovda to'p. Karimjonov kim bilan o'ynaydi? Yaxshi, out. Xo'p, Asadbek bizda hozir yaxshi o'yin o'tkazib boryapti. 2 oylik yaxshi o'yinchimiz deb aytdik. U bizda markaziy himoyachi vazifasida yo'l o'tab boradi va oxirgi 6 ta o'yinda juda ham to'g'ri o'ynadi desa ham bo'ladi. Qanaqadir sariq kartochka ham olgani yo'q, qizil ham olgani yo'q. O'ylab ko'ring. Markaziy o'yinchidan shunaqa chiroyli harakat va chiroyli natija. Va bizda shunday to'xtalishlar bo'ldiki, orada 2-3 ta zaishligimiz ham travma olgandi. Ro'zmatov Asadbekka o'zi ham u tomonga, ham bu tomonga o'zi qarab berdi, markaziy himoyachi bo'lib. Hop, hozir nimadir bo'lyapti. Harakat jamoasi out kiritib berishar ekan. Hop, harakat jamoasi pas o'ynayapti. Bizda Ro'zmatovdan to'p va yana out. Sal tushunarsiz bo'lyapti. Bu yerda ko'rib turibsiz. Hop, hozir harakat jamoasida pas bo'lishi mumkin. 11-raqam egasi yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Oxirgi paytlarda u ham va to'p outga chiqdi. Yo'q, chiqqani yo'q. Ro'zmatov. O'yinchilar bir-birini tushunmayapti. Harakatdagi. Va bizda noto'g'ri udar. Hamidov o'tdi. Shtrafnoy Hamidov bo'ladi. Va sirazi o'yin o'ynab ketildi. Hozir yana out. Qortosh jamoasidan Las kiritib beradi. Hop, Las kimga? Bobonazarov bilan o'ynadi. Bobonazarov to'pni to'xtata olgani yo'q. Va bizda hozir maydon zichirlash qo'ygan. Bu Hamidovdan chiroyli harakat. Tezkor hujum bo'lishi mumkin. Bobonazarov. Laziz. Ko'psiz juda ham oxirgi ballaga kelib to'pni chiqarib qo'yganmiz. Va Sodiqxo'jayev chiroyli harakat qildi va ketyapti o'zi. Yaxshi pas, xavfli hujum bo'lishi mumkin. Hamidov o'zib boryapti, ko'rib turibsiz. Sodiqxo'jayev lasdan xavfli vaziyat. Yaxshi o'yin ko'rsatyapti Qortosh, ko'rib. Birinchi tur juda ham yaxshi o'yin. Hozir bir-birini sal tushunmay qolishdi. Hamidov bilan Sodiqxo'jayev. Shu sababli bizda shunaqa momentda bo'lib turibdi. O'yin tugashiga ham 8 daqiqa qoldi. Birinchi taym tugashiga hozir O'zqulov kimga yaxshi harakat jamoasidan Shohroq chiroyli harakat qilmoqchi bo'ldi va Ro'zmatov Asadbek pas o'ynayapti. Bobonazarovdan hujum bo'lishi mumkin. Qo'lga tegdi deb o'ylaymiz. Davana penalti so'rayapti Bobonazarov. Hozir Vartar bilan tortishib ketyapti va penalti yo'q deyapti Vartar. Bobonazarov var so'rayapti. Var nima degan ko'ramiz. Bu hakamimiz bu penalti bergan deyapti, ko'rib turibsiz. Hop, Hamidov bu mavsum birinchi golni urishi mumkin. Hozir O'zqulov oxir kelyapti Hamidovning, menimcha men tepi deyotganga o'xshab ko'zga ko'rindi va darvozabon xarakter bildiryapti, kulib qo'yapti. Va Hamidov o'zi tepsa kerak deb o'ylaymiz. Va O'zqulov tepyapti. Voy. O'zqulov Javohir hozir gol ura olgani yo'q. Maliq chiqsa yo'q, hop. Sizlar O'zqulov Javohir deb o'ylayman. Tushunamiz. Baribir bosim bo'ladi va mana O'zqulov Javohir xato qilgan holda hozir buni Qortosh jamoasiga topshiryapti. To'g'ri, hozir sal xarakter jihatdan harakat jamoasi ham yaxshi xarakterli jamoaligini bilamiz. Va bizda Qortosh jamoasi yaxshi o'yin o'tkazib borayotganini ham bilamiz va
yaxshi harakat bo'lsa Hamidovdan, lekin yo'q bo'ldi deyapti. Xo'p. Eslatmayman, bizni Qortosh jamoamiz hozir zbor e'lon qilgani yo'q, bilasizlar. Sababi bizda yetarli bo'lganligi uchun hozir faqat mediaga o'yinchi ko'rishni rejalashtiribdi jamoa va bizning jamoada juda ham yaxshi algoritm mavjud bo'lgan. Ya'ni o'zi jamoada pro alohida va media alohida qilingan. Bilib ko'rsangiz yaxshi. Hozir xavfli hujum bo'lishi mumkin. Shayxa yaxshi to'p chiqardi. Yana Shayxada to'p. Xavfli vaziyat. Rozqulov sev qildi. Yaxshi Rozqulov. Rozqulov to'p qaydab qoldi. Shundan golni olib chiqdi jamoani va Shayxada to'p. Hop. Shayxa hozir Rozqulovga berdi. Rozqulov. Yaxshi pas. Aziz chiroyli harakat. Qo'lga tegdi deyapti. O'ylashim bo'yicha hozir shtrafnoydan Vartar darvozabon tepaman deyaptimi? Qanadir bu boshqa ish tuyuladi, to'g'ri. Darvozabon balkim yaxshi tepishi mumkin. Ya'ni bilmadik, balkim bu boshqacha usuldir. Hop, hozir ko'ramiz. Jarima zarbasi gol bo'lishi mumkinmi? Yaxshi, Bobonazarov. Bobonazarov kulib qo'ydi. Hop, Vartar joyiga qaytib oldi. Qo'yib biz olamiz tutgandek. Hop, hozir 11-raqam bilan o'ynayapti harakat jamoasi va xavfli vaziyat bo'lishi mumkin Shayxadan xavflisi. Prosta chiroyli sev. Ko'rganingizdek 11-raqam ham yaxshi o'yin ko'rsatib boryapti va Qortosh jamoasi ochib beryapti zonani. Xavfli bo'lishi mumkin. Aniq. Va yana 11-raqamda to'p. 11-raqam kim bilan o'ynayapti? Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin Qortoshda. 3 o'yinchi oldiga qarab ketyapti va Bobonazarov pas bilan Sodiqxo'jayev yana Bobonazarov taqdivat. Bundoq chiroyli moment. Va Uglovoy deyishyapti. Uglovoy yaxshi. Kimga pas? Muhitdinov. Ketdi. Hozir harakat jamoasidan xavfli hujum bo'lishi mumkin. Yaxshi Karim Sho'xu bartaraf etdi va 11-raqam egasi yaxshi harakat qildi, lekin so'rashtirib qoldi. Bo'lashim bo'lishi 11-raqam egasida ham jarohat borga o'xshaydi oyog'ida. Xo'p, bizda hozir Akromov tushdi. Muhitdinov o'rniga. Hamidovdan almashuv. Hamidov almashtiryapti va Akromov bilasizlar yaxshi oldingi mavsumda va bugun xudo xolisa gol uradi deb o'ylaymiz. 21-raqamda bugun Muhitdinov o'rniga Akromov o'ynaydi. Va bizda hozir 17-daqiqa. Qortosh jamoasi to'p qo'yapti. Jamoliddinov Odil. Tushgani ham esimizda yo'q va to'psiz tushishi bilan yaxshi ko'pdan olib qo'ydi. Jamoliddinov Odilda to'p, yaxshi pas, Hamid Laz bilan va chiqarib bizda hozir zamin bo'libdi. Ikkita o'yinchimiz bo'lgan ekan. Xudzinovga va Shohrux kelasi zamin bo'lgan va zaminda 3 ta hozir bizda Temurov, Jamoliddinov va Xuddinov. Hozir Jamoliddinov tushdi va hozir bizda Karimjonov endi Zashtik Asad. Karimjonov o'zi zaminga tushdi. Laziz yaxshi harakat. Pas o'ynashi mumkin va pas Akromovga tushmadi. Ko'p turganingizda hozir harakat jamoasi to'p olib qo'yish nisbatida juda ham ko'p yo'qotishlar qilyapti va Qortoshda ustunlik bo'lib turibdi. To'pga nisbatiga qaraganda o'yindan ham bilsangiz bo'ladi. Faqat Qortosh jamoasi oxirgi momentlarda urolmayapti va harakat jamoasi ko'p jarima zarbalari ishlab boryapti. Va yana bitta jarima zarbasi outga chiqib boryapti. Xoscha shot 0-0. Penaltidan Qortosh jamoasi ura olmadi va hozir Rozqulov yaxshi govda bilan pas berib qo'yapti. Va Shayxa juda ham chiroyli pas. Kimga bu? Akromov. Boshga chiqdi hozir, lekin harakat jamoasi o'yinchisi Akromov bu yerda yotibdi va harakat o'yinchisiga ham nimadir bo'lgan. Akromov
ozgina tushganda 2 minut bo'lmaganda o'yinga tushganiga balkim jarima zarbasi bo'lishi ham mumkin, balkim to'p harakat jamoasidan boshlanishi ham mumkin. Hop, Akmonovni yo'qotish bo'lmaydi katta ehtimol bilan va harakat jamoasi o'yinchisi nimagadir yotibdi haligacha va oyog'idan qanaqadir jarohat olgan. Mayli, kuzatib boramiz qanday moment bo'lganligini. Va hozir harakat jamoasi jarima olyapti. Eng qizig'i. Hop. O'yin tugashiga ham o'zi ozgincha vaqt qoldi. Sanoqli minutlar qoldi va harakat jamoasi to'pni kiritib beradi va uramiz bo'ladi. Shaxa yaxshi to'p o'tkazib bordi va bizda to'p out atorotdan boshlanadi va Shaxa menimcha katta ehtimol bilan tepsa kerak. Sperda qanday xato va yo'q qolib Johir qanday sev. Vartarov yapti hozir va yana xavfsizlik. Davr oxiri gol bo'ldi Shaharning aybi bilan va ko'p turganingizda Qordosh jamoasi yo'q joydan bitta gol o'tkazib yuborishdi. Ajoyib gol. 11-raqam egasidan yaxshi o'tkazib borayotgandi harakat o'yinchisi va Shaharning juda ham xunuk xatosi tufayli hozir jamoa 1-0 hisobida o'tkazib boryapti. Hop, hozir Asadbek o'yinni boshlab beryapti va o'zi ko'p turganingizda tushunishmadi bir-biridan Laz bilan. Hop, bizda hozir xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Yana Rosqulov Johir yaxshi o'yin o'tkazyapti. Penaltidan urolmagandan keyin qo'shimcha o'zi harakat ko'rishingiz mumkin. Rosqulovdan juda ham yaxshi o'tkazib boryapti. Va bizda hozir xavfli vaziyatlar juda ham ko'p bo'lyapti va harakat jamoasi bitta xavfli vaziyat qilyapti va urib ketyapti. Xo'sh, outdan to'p, xavfli vaziyat harakat jamoasidan. Va o'yinni atordan kiritiladi. Shaxa olmagani ma'qul va mana Rozmat Asadbek o'zi olaman deyapti to'pni. To'g'ri, juda ham to'g'ri harakat bu. Va mana Rozmat Asadbek o'zi kirib berdi. Xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Hamidov uzoqlashtirib oldi to'pni. Akramov outdan to'p kiritadi. Akramov hammasi yaxshi ko'rib turganingizdek. Ketdi Akramov. Bitta o'zi pas. Bomonazarov. Udar. Cho'zordi. O, yaxshi. Udar berish kerak. Yaxshi harakat. Hamidovdan kimga? Bomonazarov yaxshi olib ketdi. Yaxshigina tajribasi bor. 5-6 yillik o'zi opit borligi bilinib turibdi. O'ylashim bo'yicha balkim 10 yil o'ynab qo'ygan bo'lishi mumkin. Yoshi 21 da. Jamoaning yaxshi o'yinchilaridan bittasi. Vesi og'ir bo'lsa ham, lekin yaxshi o'yin ko'rsatadi va Lazdan yaxshi pas edi. Hozircha Qortosh jamoasi o'yinni 1-1 hisob bilan tugatmoqchi va ko'rib turganingizda birinchi taym tugadi. Qortosh yaxshi o'yin qilyapti. Ko'rib turganingizda juda ham ko'p yo'qotishlar bo'ldi. Va mana oxiri harakat jamoasi san urmasang biz san uramiz degan javob ko'rsatdi. Va mana bizda ikkinchi taym. Jamoa o'sha tarkibga tushyapti ikkinchi taymda. O'yin boshlandi va Lazas hop pas o'ynaydi. Ba'zan xato bo'lishi mumkin, lekin Jamoliddinov hozir yaxshi o'yin qilyapti. Yosh o'yinchi bo'lishiga qaramay. Amakistenga odamlar uryapti-da Jamoliddinov. Voy, Lazdan chiroyli harakat, pas Bobonazarovga Hamidov. Yaxshi pas Akromovga. Akramov kimga Akramov? Malatsi Akramov Bobonazarov bilan Bobonazarov uzoqlashtirib oldi. Jamoa shunday yaxshi moment qilayotgan paytda baribir oxirida yakunlash qiyin bo'lyapti. Rozqulov Johir. Rozmatov Asadbek o'ynaydi. Rozmatov Bobonazarovga yo'qotildi. Yana olindi. Hamidov. O'z xavfli hujum bo'lishi mumkin. O'tga chiqarib yubordi. Ko'p turganingizda Qortosh jamoasi yaxshi boshladi birinchi taymni va out noto'g'ri tashlab berildi deyapti. Harakat jamoasi kiritadi to'pni va bilinib turibdi mana
hujumchilar hozir out olishyapti. Aslida bu yerda Jamoliddinov olib berish kerak edi. Outni ko'p turganingizda, lekin xato. Xo'p, Hamidov yaxshi harakat qilyapti. U chiroyli pas Hamidovdan. Bor xavfli aziyat Qortosh jamoasidan. Daqiqa kelib, ko'p turganingizda juda ham yaxshi o'yin ko'rsatyapti Qortosh. Birinchi mavsum, ya'ni birinchi tur. Va boshqa zonalar ko'payishi mumkin. Hozir Ro'ziqulov bermaydi Ro'ziqulov. Jamoaning Husanov desa ham bo'ladi. Ro'zmatov Asadbek bilan o'xshash jihati bor. Baribir endi bu yerda Ro'zmatov opitniroq, chunki jamoada 2 odam beri o'yin o'tkazib boradi va Ro'ziqulovdan ham ko'p turganingizda yaxshi o'yin kutyapmiz va kuzatyapmiz. Yaxshi o'yin o'tkazyapti ham. Xo'p, hozir Hamidov to'pni kiritadi. Hamidov o'ylashim bo'yicha tepdi buni, pas bergani yo'q. Ko'rganingizda hozir jamoa bugun hisobni yutqizib turibdi. Xo'p, jamoada yana bitta yo'qotish bo'lgan, hozir aytib o'tishimiz kerak. Jamoaning eng yaxshi porlagan o'yinchisi Temurov Jahongir. Bilasizlar, Qortoshda anchadan beri eng yaxshi o'yinchilikni olib kelgan va hozir Temurov Jahonda ham oyoq tomonlama, ya'ni bilasiz, oyog'i pastki tomoni jarohat olgan, juda ham katta operatsiyaga tayyorlangan holda bo'lyapti u yerda. Va Temurjahon iloji boricha qaytishga harakat qilayotgandi, lekin hozir azdan chiroyli harakat bo'lishi mumkin. Sodiqxo'jayev xavfli aziyat va yaxshi. Sodiqxo'jayev juda ham yaxshi kirib ketdi. Xarakter ko'rsatyapti Sodiqxo'jayev Laziz. Jahli chiqyapti, chunki jamoa shuncha variant qilyapti va gol urolmayotganidan. Out. Yo, Glover kiritiladi. O Temurjahon to'xtalib o'tayotganda Temurjahon katta ehtimol bilan bu mavsum o'tkazib yuboradi. Ya'ni 15-turgacha o'ynamasligi aniq. Chunki oyoqda juda ham katta muammo bor va hozir jamoa eng qizig'i birinchi turda va akasi qaytayapti. Eng qizig'i ukasi jarohat olyapti. Aka-ukalarga nimadir bo'lgan, bu hozir xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Aka-ukalarga juda ham ko'p bosim bo'lgan o'z vaqtida Qortosh jamoasida juda ham bir o'yin o'tkazishgani yo'q. Temurov Islom bir porlab o'yin o'tkazgan. 2024 2025 boshlarigacha o'tkazdi va 2024 da Temurov Islom eng qizig'i operatsiya bo'lmagan holda travmasi Ro'zmatov Asadbek chiroyli o'tib ketdi va to'xtalib o'taylik. Bobonazarov pas o'ynashi mumkin, pas va xato, juda ham katta xato bo'lishi mumkin va yaxshi. Aytib o'tganimizda Temurov Islom hozir Qortosh jamoasida 2024-2025 mavsumida 70 ta o'yin o'tkazgan va 67 ta o'yinda 72 ta gol urib, 168 assist bo'lgan. Uning ichida o'rtoqlik o'yinlari ham bo'lgan, tur bo'lgan. Shu sababli shunaqa natija olgan. Bu yaxshi natija. Yaqqol va hozir Hamidov ham biladi. Yaqqol yaxshi natija desa ham bo'ladi buni va Temurov Islom endi katta ehtimol bilan aprelda va aprel yoki iyullarda qaytishi mumkin jamoaga to'liq formada. Ya'ni jarohatsiz va to'liq tiklangan holda. 2024-yil Temurov Islom o'ynadi. Baribir Menis jarohati bo'lgan. Bitta Menis jarohat, bitta pay uzilish orqali o'ynagandi va o'sha 2025-yillar oxiriga kelib ikkinchi pay uzilish tufayli futbolni umuman tashlab yuborgan edi va operatsiya bo'lgan edi. Hop, hozir qo'ldan chiroyli harakat ko'rdingiz. Va Qortosh jamoasi kimga pas bu? Tushunmayapti hozir bu. Va Temurjahon haqida aytadigan bo'lsak, Temurjahon ham xuddi shunday, faqat Temurjahon Qortosh jamoasida Temurov Islomdan ko'ra ko'proq o'yin o'tkazdi. Hozir xavfli vaziyat bo'lishi mumkin va hisob 2-0. Ko'rib turibsiz, joy-joydan yo'qotishlar tufayli gol bo'lyapti. Juda ham bo'shliq zona paydo bo'lyapti va shunday gol bo'lib boryapti. O'ylashim bo'yicha Qortosh jamoasi bundan chiqib ketadi, yaxshi. Hop, Bobonazarovda ham xarakter ko'rib turibsiz.
yuz sifatdan ko'rsangiz bo'ladi qanday ko'rinayotganini va o'yin boshidan уже yo'qotilish bo'lgandan keyin bilasiz. Qaytarish o'zi ham juda qiyin. Axir bu qora tosh. Qora toshni bilasizlar ko'pchiligilar. Xarakter buzilsa, jamoa уже ruhiy jihatdan уже sinadi. Hop, hozir 11-raqam egasi kirib boryapti. Sodiqxo'jayevdan toza o'yin va Sodiqxo'jayev chiroyli pas berdi va Bobonazarov naqiradi. Bobonazarov tepadi va out. Mana va oxiri yana ovoz berdi. Bobonazarov o'zi out beryapti va to'p turganingizdek chiqib ketdi. 13 daqiqa o'tib boryapti. O'sha birinchi taymni 10 daqiqasi o'tib bordi, ikkinchi taym 10 daqiqasi o'tib bordi. Jamoada shunaqa momentlar bo'ldi, juda ham yaxshi momentlar bo'ldi, golli moment. Va harakat ikkita moment qilib ikkita gol urib ketyapti. Ko'p turganingizdek. Jamoaga yaxshi 9 o'yinchi kerak, baribir ko'p turganingizdek. Bobonazarov o'zi ham to'liq hujumchi emas, qanot o'yinchisi va bizada hozir to'liq hujumchi emas, Akromov va o'zi Xudzinov Sirojiddan ham o'zi qanot o'yinchisi aslida va hujumchi sifatida o'ynab turibdi. 11-raqam egasi qanaqadir oyoqda muammo borga o'xshaydi. Ham oqsoqlanib yuribdi va Akromovda to'p Akromov yaxshi harakat qilyapti. Laziz bilan va Hamidovdan katta xato ketdi. Jamoa yana va golga ketishi mumkin. Shahar ajoyib sev. Hamidov qo'pol xatosidan keyin hozir Shahar jamoani qarar golni olib chiqib ketyapti. Yaxshi jamoa, yaxshi o'ynayapti, yomon emas, lekin xatolar o'rtasidan gol ketyapti. Ko'p turibsiz. Hozir harakat jamoasi ham yaxshi o'ynayapti, juda ham yaxshi o'yin o'tkazdi. Uning mavsumda ham 11-raqam egasi to'qsonga tep chiqib ketyapti va jamoa odil. To'pni hozir olib chiqarib oldi. Yaxshi jamoa. Juda ham yaxshi jamoa. Tashlashib qo'yadigan jamoa bu harakat jamoasi. Va shunaqa xarakter bilan kelib bo'lib turibsiz. Hozir 2 gol yutib turibdi. Uglovoy. Aytib o'tganimdek, harakat jamoasida hozir eng yaxshi o'yinchi o'ylashim bo'yicha 11-raqam bo'lib turibdi, chunki juda ham yaxshi moment qilib boryapti. Jamoani oldiga yuksaltiryapti, shunaqa yaxshi o'yin ko'rsatyapti deb o'ylaymiz, chunki 11-raqam kelganda jamoa hujum qilib boryapti. Bo't yana 11-raqam egasidan yaxshi pas edi, lekin xato bo'ldi. Akromov. Akromov. Sirpanib ketdi, to'g'rirog'i. Hop, hozir nima bo'lyapti? Out noto'g'ri otildi deyapti. Shu outda ko'p xato qilyapti Qoratosh jamoasi. Hozir Qoratosh jamoasining prezidenti Temur Islom bilasizlar. Temur Islomning o'zi shaxsan hozir juda ham qo'pol kuch bo'ldi. Ro'zmatovda qanaqadir jarohat bo'lishi mumkin, lekin baquvvat o'yinchi. Biladi qayerdan nima qilishni. Hop. Aytib o'tganimizdek, jamoa prezidenti Temur Islom hozir jamoaga bitta yangilik kiritdi. Uni ham bilasizlar. Ya'ni jamoaga уже komandaviy trenirovka yo'li qo'yilayotganini aytib o'tgan va u katta ehtimol bilan aprel oylaridan boshlanadi deyilgan va jamoa уже mashg'ulotga qaytish boshlaydi. Oldin jamoa qilardi mashg'ulot, faqat ertalab qilardi va hozir birinchi sostav va media yig'ilgandan keyin уже jamoa payshanbaga planlashtirgan trenirovka qilishi jamoada zaifkalar ko'p, zaifkalarga tayyorgarlik ko'radi. Shunaqa o'z katta yangiliklar, Qoratosh jamoasi ham yaxshi o'yin o'tkazyapti. Juda ham yaxshi mavsum o'tkazdi va bu yerda ko'ryapsiz, baribir yo'qotishlar tufayli jamoa baribir sal o'ziga kelib olishga qiynalyapti. Jamoamizda hozir Qoratosh jamoasida hozir 20 ta o'yinchi bor, o'zi aslida va hozir Temur Islom o'zi shaxsan yosh o'yinchilarni chiqarib olgan va kattalar, ya'ni yosh sal kattaroq bo'lgan o'yinchilarga imkoniyat beryapti, chunki turnirlarda ham boshqa joylarda ham iloji boricha
yoshi katta o'yinchilar harakat qilib boryapti. Hozir yoshlardan bitta Jahongir Odilni olib qo'ygan Temur Islom. Sababi Temur Islom Odilga ishonadi. Odil ham biladi qayerdan nima qilishni. Odilga yaxshi ishlov berib boradi, xudo olsa. Shtrafni. Yo'q, mana Jamol Odil 2010-yilgi bola bilan bu yerda bir 1990-yilgi amakiga o'xshagan odam yurtdi. Jamol Odil qo'l berib qo'yapti. Juda ham yaxshi. Hozir Odil yaxshi harakat qildi. Bosh o'yinchi bo'lsa ham yaxshi o'ynagan. Zborlarda qatnashgan Odil. 3 marta zborda qatnashib, 3 marta eng yaxshi o'yinchilardan bo'lib kelgan va baribir pastga qilganligi uchun ko'rmagan va oxirgi 3-zborda o'tgan. Holatida vaziyat. Qortosh jamoasi yaxshi harakat qilyapti, ko'rib turibsiz. Lekin omad kelmayapti. Shunaqa hozir Sodiq Xo'jayev ham harakat ko'rib turibsiz. Kayfiyat yo'qligini bilan turibdi. Birinchi taymdan keyin o'sha bilingandi. Va bizda shunday vaziyatlar bo'lyapti. Jamoliddin Odil mana 2010-yil deb o'tdik. Va Sodiq Xo'jayev Aziz anchadan beri o'ynab keladi jamoada, o'tilgandan beri jamoani. Va hozir kim tutdi? Muhudinov Sirojiddin tushdi. Muhudinov Sirojiddin yaxshi o'yinchi juda ham. Eng qordosh sifatli o'yinchilardan bittasi ham bo'ladi. U ham 11-raqam egasi boya aytib o'tganda yaxshi o'yin ko'rsatyapti va chiroyli pas beryapti. Eng qizig'i, nima bo'lishi? Xavfliyat bo'lishi mumkin. Shaha, yana shtanga. Nima bo'lyapti? Qortoshga juda ham yaxshi. Shahadan o'zi yaxshi sev. Qarar goldan qutqarib qoldi buni. Va 11-raqam egasi yana yaxshi hujum tashkillashtiryapti va Shahani topdi. Shaha kelib bo'lyapti. Va mana Muhudinov Sirojiddin pas berdi Sodiq Xo'jayevga va Sodiq Xo'jayev Aziz Shohruh bilan nima qiladi? Pas berish kerak. Muhudinov ochiq. Muhudinov. Jamoada ko'p tursa qanaqa yo'qotishlar bo'lyapti? Bunday chiroyli gollardan jamoa foydalanmayapti va yana Muhudinovdan pas. Harakat jamoasi eng qizig'i spokойно o'ynayapti. Hozir xotirjam o'yin ko'rsatib boryapti. Bir-birini tushunyapti jamoa, juda ham yaxshi va hozir eng qizig'i Odil. Do'stlar yaxshi o'yin ko'rsatib boryapti. Bu yosh o'yinchi, menimcha o'ylashim bo'yicha keyingi o'yin Astronomda o'ynasa kerak. Asosiy tarkibda tushadi, iloji boricha. Kapitan bilan komanda asoschisi va o'yinni ko'rib aniq, tushunishi aniq. Juda ham yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Jamoliddin uni so'rayapti to'pni va hozir yaxshi moment bo'lgan Jamoliddinovda. Yaxshi pas. Hamidov. Hamidov yana olib qo'yapti to'pni. Hamidov nima qiladi? Pas berish kerak, pas. Pas ham berdi Jamoliddinov. Ko'rib turibsiz, Jamoliddinov xatosida bo'lyapti. Prosta jamoada bor-u, joydan bor-u jamoa. Patka Rusqulov. Joydan prosta jamoa gol qizyapti-da, shuncha umid yaratib gol urmayapti. Jamoliddinov hozir yaxshi o'yin ko'rsatdi, juda ham yaxshi o'yin ko'rsatyapti. Shunday effekt bildirdi. Ko'rib turganingiz, zamin ham qilingani yo'q. O'ylashim bo'yicha oxirida qilinsa kerak, baribir yosh o'yinchi. Temurov aniq, katta ehtimol bilan. Chunki bu yerda Temurov ko'rib turibsiz, kiyinib tayyor bo'lib turibdi. Va katta ehtimol yo Jamoliddinov zamin bo'ladi, yo Shohruh bo'ladi. O'yin tugashiga ham 6 daqiqa qoldi. Hop. Bozmatov to'p kiritib beryapti va jini qilgani yo'q. Jamoa shunaqa to'p yo'qotish orqali hozir bunlardan o'zi ulgurmayapti qanaqasi hujum qilishga.
Mana o'ylab turgan narsamiz bo'ldi. Jamoliddinov tushyapti. Jamoliddinov tushdi. Yo'q, Jamoliddinov chiqdi-da hozir. Temirov tushyapti o'ylashim bo'yicha. Da, Temirov tushdi. Yo'q, Temirov tushgani yo'q hali. Temirov tushmagan lekin. Hop. Hozir kim tushdi unga? Hop. Boshqanaga o'tamiz. Hozir jamoada yo'qotishlar. Temirov Jahon va bizani yana bitta yaxshi o'yinchimiz bo'lgan o'z vaqtida. Bilasizlar. Muhammadov Komiljon ham yaxshi o'yin qilib borgan, eng chiroyli, eng yaxshi o'yinchi bo'lgan. Hozir u o'yin kelolmasligini tushuntirgan va keyingi o'yinlardan qatnashishni aytib o'tgan. Va shunaqa effekt bilinib turibdi hozir. Hop, Temirov haligacha tushgani yo'q. O'ylashim bo'yicha tushmasa kerak. Va ko'p dubsiz. Xavfli hujum bo'lishi mumkin va Bobon Nazarov ketyapti. Jamoada kayfiyat yaxshi emas ko'rinib turibdi. Va hozir ko'p turganimizdek yo'qotishlar bo'lib boryapti. Hop, aflaziyat bo'lishi mumkin harakat jamoasidan Ro'zqulov bermaydi. Voh, Ro'zqulov toza o'yin ko'rsatyapti va 11-raqam egasi olaman. Ajoyib va to'p kimda? Harakat jamoasida va xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Yaxshi, Ro'zmatov o'z joyida. Harakat Qoratosh 2-0 hozircha va o'yin tugashiga ham 4 daqiqa bor. O'yin tugashiga 4 daqiqa qoldi va Hamidov jamoa kapitani hozir yaxshi pas. Bobonazarovga baribir jamoa tushunmayapti buni ko'rib turgandek. Va hozir xavfli bo'lgan Sodiq Xo'jayevdan va shunday chiroyli moment. Gol bo'lgani yo'q. Va mana Temirov tushyapti. Oxiri bilganmiz Temirov tushishini. Chunki boy tushaman degan. Va jamoada hozir ko'ramiz Temirov. Atyaba jamoa uchun foyda olib kelarmikan? Hozir to'p o'tib ketyapti va harakat jamoasidan hujum bo'lishi mumkin. Qanotga to'p. 11-raqam egasi xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Shaxa просто. Shaxa. Oyog'idan jarohat oldi deb o'ylaymiz. Hozir mana Bobonazarov ham aytyapti, tur Shaxa deb. Juda ham yomon tegdi lekin. Yo'q, yomon tegdi. O'ylashim bo'yicha o'yinni davom ettirsa kerak, chunki o'yin tugashiga ham 2 daqiqa qoldi. Temirov Umidga tushdi, ikkinchi taym, birinchi taym to'g'ri o'ynadi. Xo'sh. Da shunday ham bo'ldi va Qorto jamoasi o'yin davom ettiradi va Hamidovda to'p, Hamidov kirib boryapti o'zi va Hamidov kimga? Bobonazarovga va Temirov va Temirov so'rayapti. Kimga beradi Hamidov? Hamidov o'zida to'p haligacha va harakat jamoasiga tushdi. Hozir ko'p turganingizda yo'q, Temirov pas beryapti. Karimjonov chiqib yubordi to'pni. Chiqarib yubordi, to'g'ri. Xo'sh, hozir jamoa
Yaxshi Rozmatov, prosta yaxshi o'yin ko'rsatib boryapti va udar. Ajoyib udar Rozmatovdan. Juda ham yaxshi udar tepdi. Va u gol ishlab berdi eng qizig'i Rozmatov. Himoyachi hozir gol ishlab beryapti. Ajoyib bu. Va hozir pas juda ham noaniq. Bartar qo'liga. O'yin tugashiga ham 1 daqiqa qoldi va ko'p turganingizdek Porto jamoasi bugungi mavsumda katta ehtimol bilan birinchi turda ochko yo'qotyapti va keyingi o'yinda ochko to'plasa kerak. Rozmatov, Temirov, Shohov juda ham ko'p tepib boryapti to'pni. Juda ham katta minusga olib kelishi aniq. Va Laziz bilan to'pda jahli chiqayotgani va mana Bobonazarov ham jahli chiqyapti ko'rinib turgandek. Tepib borishi begoriy bo'lishi kerak emas, chunki bilasiz jamoa yutqizib to'pda bilan tepib borish orqali bu uje jamoa ruhiyatini aniq sindiradi va mana yana hujum. Va hujum yaxshi Rozmatov. Juda ham yaxshi o'yin ko'rsatdi Rozmatov. Va hozir xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Shaxi o'yinni kiritadi. O'yin tugashiga ham sanoqli daqiqalar qoldi. Mana xato hozir. Va Sodiqxo'jayev to'p kiritdi va boshlandi hujum. Ketyapti Sodiqxo'jayev kimga? Bobonazarovga. Bobonazarov Temirovga. Temirov Bobonazarovga va Bobonazarovdan aniq zarba. Bobonazarov kayfiyati yo'ling bilan turibdi ko'p ko'rganingizdek, chunki jamoa yo'q joydan uje ko'p yo'qotib boryapti va bu aniq jamoa ruhiyati shunday va 11 raqamiga asos kirib borishi aniq va udar Shohov to'p chiqarib boryapti. Xo'p, hozir bizda yana to'p yo'qotish. Oxirgi hujum katta ehtimol bilan o'yin tugashiga ham sanoqli daqiqalar, sanoqli sekundlar qoldi va mana Hamidovdan xato va yana bu gol bo'lishi mumkin, lekin yaxshi. Karimjonov katta ehtimol bilan xatosini to'g'rilamoqchi birinchi bu harakatlardan va jamoa ruhiyati o'yindan keyin o'ylashim bo'yicha yaxshi bo'lmaydi. 19-raqam egasi Temirov to'p chiqarib, Temirovga to'p va Temirovda to'p juda ham yaxshi hujum bo'lishi mumkin. Va Temirov pas berdi Bomonazarov. Va ko'p turganingizdek o'yin tugadi. Jamoa shunday qilib ko'p turganingizdek yutqizib qo'ydi va keyingi turlarda ko'rish mumkin.